Koreyankalarning yuziga o'xshab oppoq va tiniq qilish uchun men sizga 30 kun davomida sirlarini bo'lishib boraman. Menga oldin obuna bo'lib va eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'yishni unutmang. Yuzingizni oppoq va tiniq qilish uchun обязательно siz yuzingizni chuqur namlantirishingiz kerak. Men ertalab turganimda va kechqurun yotishimdan oldin birinchi bo'lib yuzimni namlantirishdan boshlayman. Namlantirish uchun men Dalba spreyini doim sumkamda olib yuraman va hozir ham sizga ko'rsatib beraman qancha sepish kerakligini. Buni kami bo'lmaydi, bemalol ishlasangiz bo'ladi. Любой tipdagi yuzlarga tushib ketadi. Dalba spreyini sepgandan keyin massajniy движенияda shunaqa qo'limda ezib chiqaman. Yuzim sразу yaltiraydi. Nimaga nargiz doim makiyaj idealni yotadi deganingizni asosiy sekreti bu yuzimni chuqur namlantiraman. Keyin esa men yaxshi ko'rgan Anvani pedlardan foydalanaman. Undan tashqari men juda ham tonerlarim ko'p, ularni ham sizlarga ko'rsatib boraman. Pedlardan foydalanishni boshlaymiz. Xo'p, bu yerdan 3 ta pedni olamiz va 4 ta ham olsangiz bo'ladi, lekin meni yonimda qaychi bo'lmaganligi uchun 3 tadan foydalanaman. Xo'p. Bu pedni tarkibida gialuronoviy kislota PDRM bor va yuzingizni chuqur namlantiradi, poralarni kichraytiradi va dog'larni, ya'ni pigmentatsiyani ochartirib beradi. Va undan tashqari PDRM sizni qarish prosesini sekinlashtirib beradi. Bu pedlarni olganingizdan keyin sizga kim nima deyishidan qat'iy nazar orqasida necha minut ishlatishingizni o'qib olishingiz kerak. Agar ChatGPTga yozsangiz, uni ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu pedlarni 5-10 minut turish kerak. 5-10 minut turganidan keyin bu pedlarni olib tashlaymiz. Xo'p. Bo'yningizga ham surishni unutmang, sababi ayol kishining qarishi birinchi bo'lib bo'yni namlanadi. Ko'rishingiz mumkin, yuzim sразу chuqur namlandi va любой makiyaj idealni yotib beradi. Keyingi videoda makiyaj qilishni ko'rsatib beraman.